Baqara suresi tafsirining 231-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Tövəndə dextanlığa İbn Kəthir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tərcüməsinin Baqara surəsidən 231-ci ayətin başlap oxuyumuz inşallah. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Sizlər ayollarını talaq qılğan bolsanlar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarışib, ularni nikohinglarda tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yitinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shunda qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzatib, zulm qilish niyatida xotini bilan yarashadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulk qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga va'z nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatini, ya'ni kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilgichidir. Taloq qilingan ayolga yaxshi muomala qilish to'g'risida. Alloh erlardan biri ayolini uning bilan yarasha oladigan taloq qilsa, ayoli iddatidan chiqib bo'lguncha yaxshi muomala qilishga buyurdi. Ya'ni iddati to'shishdan ilgari yenib olmoqchi bo'lsa, uning bilan yenishib olganligiga guvohchi ilib kelishi va haqiqiy yashashni niyat qilishi lozim. Agar yenishmaydigan bo'lsa, iddatdan chiqib bo'lguncha uni uyda saqlab, iddatidan chiqib bo'lgandan keyin tillashmay, urushmay, chiroyliqcha qo'yib berish lozim. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Masruq, Hasan, Qatada, Zahhak, Rabi, Muqatil, Ibn Hayyan va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Bir kishi ayolini taloq qilib, uning iddati tugay deb qolganda, ziyon yetkazish maqsadi bilan u ayolini boshqa birisiga ketib qolmasin deb, uni ya'ni nikohga ilib, iddat vaqtini texim uzatish uchun uni yana taloq qiladi. Ya'ni bu ishni qayta qiladi. Ondan Alloh ularni bu ishdan to'sdi va ularni ogohlantirib mundaq dedi. Balki iddatini uzatib, zulm qilish niyatida xotini bilan yarashidi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Ya'ni Alloh Taolaning buyrug'iga xiloflik qilish orqali o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulk qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Abu Musaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Ash'ariylik kishilarga ochiqlandi. Men uning yiniga kelib, ey Allohning payg'ambari, sen Ash'ariyliklarga ochiqlandingmi dedim. Payg'ambar alayhisalom, ba'zinglar ayolimni taloq qildim deb ko'p o'tmayla yenishdim deydi. Bu musulmonlarning taloq emas. Ularni hayz ko'rishidan ilgari taloq qilinglar dedi. Masruq mundaq dedi. Bu oyatdan ayolini namuvafiq vaqtda taloq qiladigan va uni taloq qilib yenib olish orqali iddatini uzartib, ayoliga ziyon yetkazadigan kishi ko'z tutilgan.
Allah'ның ayetlerini külki qilib olmanglar. Ya'ni Allah'ның ahkamlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxir qilmanglar. Hasan, Qatada, Ata Xurasani, Rabi va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Bu oyatda ayolini taloq qilib yoki qul ozod qilib va yoki o'ylinib bo'lib o'ynashib qo'ydi deydigan kishi ko'z tutildi. Allah Teala bu ayet orqali bu ishlarning gerçi chaqchaq qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda uning og'zidan chiqqan so'zi bo'yicha hukm qilinganligini bayon qildi. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatini, ya'ni kitobidagi ahkamlarni yod etinglar. Ya'ni Allohning sizlarga payg'ambar alayhissalomni to'g'ri yo'l va ochiq pakitlar bilan avatib berishdek ne'matini eslanglar. Sizlarga vaz nasihat qilish, ya'ni sizlarni buyuruydi. Sizlarga vaz nasihat qilish, ya'ni sizlarni buyuruydi, to'saydi va sizlarning cheklangan ishlarni qilganliginglar uchun sizlarni ogohlantirdi. Sizlar qilgan ve sizlar qilmagan narsalarda Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglar ki Allah her narsani bilguchidir. Ya'ni narsalarning yo'shirin oshkora qilgan ishlaringlardan kichikkina bir narsami uningga yo'shirin bo'lmaydi. Bu ishlarga asosan sizlarga jazo yoki mukofot berdi. Agar sizlar ayollarni taloq qilib bo'lib, ularning iddati to'shqan va qoida bo'yicha tegmakchi bo'lgan er bilan putishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilindi. Bu, ya'ni vaz nasihat qilish, Allohning amrlarini to'sish sizlar uchun eng foydalidir ve en pakdır. Bu yani vazi nasihat ilish, Allah'ın emrlerini tutuş sizlar uchun en faydalıdır ve en pakdır. Şeriat ahkamlarından sizlarga nimalar en faydalı ekanligini Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar. Burunqi er bilan qayta yarışib olmoqchi bo'lgan ayolni to'smaslik to'g'risida. Ali ibn Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat bir yoki ikki taloqning iddatini to'shqizgandan keyin er bilan yarışib olishni xohlaydigan ham erimi yeni olishni umid qilib turgan ahvolda u ayolga egidorchilik qiladigan kishilarning u ayolni yarışishdan to'sqanligi to'g'risida tushgan. Allah ayolga egidorchilik qiladigan kishilarni u ayolning o'z eri bilan yarışishdan to'sashdan chekladi. Avfimu ham Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yuqoriqidek deganligini rivoyat qildi. Boshqalar shundaq rivoyat qildi. Ayolga egidorchilik qiladigan bir kishi bo'lmasa, nikohning durust bo'lmaydiganligi. Bu oyat ayol kishining o'zini erga berolmaydiganligining dalilidir. Uni erga berish uchun cho'qim uningga ega vali bo'ladigan bir kishi bo'lishi kerak. Hadisda bu haqda mundaq deb keldi. Xotin kishini erga bermasin. Xotin kishi o'zini o'zi erga bermasin. Shubhasizki, o'zini o'zi erga beradigan xotin buzuq xotindir. Ya'ni mundaq deyilgan. Ayolga egidorchilik qiladigan aqlli bir kishi va ikki odil guvohchi bo'lmasa, qilgan nikoh hisoblanmaydi. Bu oyatning nozil bo'lish sababi. Bu oyat Ma'qal ibn Yasar Mazini va uning hamshirisi to'g'risida nozil bo'lgan deb rivoyat qilindi. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ma'qal ibn Yasarning
hamshirisini taloq qilib o'tadi. Ondan uning iddati tugigicha yarashib olmay, keyin yarashmoqchi bo'ladi. Buningga maqal qo'shilmadi. Shuning bilan agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shqan va qoida bo'yicha tegmoqchi bo'lgan eri bilan tutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar degan bu oyat tushdi. Boshqa hadis olimlarimi bu hadisni rivoyat qildi. Imom Termiziy bu hadisni mundaq deb rivoyat qildi. Ma'qal ibn Yasar o'zining hamshirisini payg'ambar alayhissalomning zamonasida bir musulmon nikohlab berdi. U ayol u kishining qishida ma'lum bir muddat turdi. Ondan u kishi ayolini taloq qilib o'tib, iddati tugigicha uning bilan yenishmadi. Keyin ular o'zaro yarashib qolmoqchi bo'ldi. U kishi qayta yarashish uchun boshqalar bilan u ayolning uyiga keldi. U ayolning qarindishi uningga: "Ey ahmoq, men seni hurmat qilib, uni sana nikohlab bersam, sen uni taloq qilib etding. Allohning nomi bilan qasamki, u mengu sen bilan yenishmaydi" dedi. Alloh uning u ayolga bo'lgan hojatini va u ayolning o'zining eriga bo'lgan hojatini bildi. Shuning bilan agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shqan va qoida bo'yicha tegmoqchi bo'lgan eri bilan tutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilindi. Bu ya'ni va'zi nasihat ilish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nimalar eng foydali ekanligini Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar degan oyatni nozil qildi. Ma'qal bu oyatni anglab, men Rabbimga bo'ysundim dedi va heliqi odamni chaqirib, men sana hamshiramni beraman va seni hurmatlayman dedi. İbn Mardaviyning rivoyatida Ma'qal men ichgan qasimimga kafforat beraman dedi. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilindi. Bu ya'ni va'zi nasihat ilish, Allohning amrlarini tutish. Ya'ni ayollarga igidorchilik qilgan kishilar, ayollar erlar bilan o'zaro putishib, ular bilan yarashmoqchi bo'lsa, ularning yenishiga sizlarning qo'shilmasliginglardan sizlarni to'sqanligimizga sizlarning ichinglardagi mu'minlar bo'ysunadi. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilindi. Bu ya'ni va'z nasihat ilish, Allohning amrlarini tutish, ya'ni Allohning shariatiga ishinidir. Allohning tahdididan va uning oxirati bo'ladigan azobidan qo'rqidi. Sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Ya'ni jahillikinglarni tashlab, ayollarni o'zlaringlarning erlarga to'y qilib berishinglar sizlarga eng foydali va dillaringlarni pokizlash uchun eng yaxshidir. Allah bilidi. Ya'ni Allah o'zi buyuradigan va to'sqan narsadagi foydalarni bilguchidir. Sizlar bilmaysizlar. Sizlar qilayotgan va qilmagan narsadagi yaxshilikni bilmaysizlar. Onalar bolalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Otalar onalarni qoida bo'yicha yemek, ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turishi kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qila taklif qilindi. Onani bolasi sababli ziyon tortqizmaslik, otanimi bolasi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'lg'uchiga nafiqa berish va uning
haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga elish kerak. Agar ota-ona kengishib, balani 2 yil to'shmasdinla ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar balalaringlarni inik analarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglarla, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Allah sizlarning qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Balaning emadigan muddatidan boshqa chaqda emildash bo'lmaydiganligi. Bu Alloh taolaning onalarni o'zlarining balalarini 2 yil to'liq emitishiga buyurilganligidir. 2 yildan keyin emgan sutning hech qanday ta'siri yo'qdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Analar balalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Agar bir bala 2 yoshga kirmay turib, bir ayolni emgan bo'lsa, u ayol u balaning inik onasi hisoblanadi. Agar bir bala 2 yoshdan oshganda bir ayolni emgan bo'lsa, u ayol u balaning inik onasi hisoblanmaydi. Termiziy bu haqda Salima'dan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Emildoshlik faqat amchakdan ayirib etishdan ilgariki 2 yil ichida amchakdagi tomirlardan etilib chiqqan sutdan bo'ladi. Mushu hadisga asosan ko'p sondagi sahobalar va boshqa olimlar inik ana hisoblanib qilish faqat balaning emitishiga tegishlik bo'lgan 2 yil ichidagi muddatda bo'ladi. Bala 2 yoshdan oshganda emgan bo'lsa, bala bilan uni emitgan ana o'rtasida inik onalik va inik balalik munosabati bo'lmaydi degan ko'z qarashda. Balani emitish muddatining 2 yil bo'lganligi, ya'ni 2 yoshgacha emitadiganligi haqida Imom Ahmad Baro ibn Azib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomning o'g'li Ibrohim 22 oylik bo'lganda chachrab ketgan edi. Ya'ni o'lib ketgan edi. Payg'ambar alayhisalom u emidigan muddati ichida o'lib ketdi. Qolgan muddatida emishi uchun uning jannatda bir onasi bor dedi. Darqutni Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Emildoshlik faqat 2 yilning ichidagi emitishda bo'ladi. Cho'ng bolalarni emitish to'g'risida. Imom Muslim Aisha radhiyallohu anhaning 2 yoshdan oshgan bolani emitsimi emildosh bo'ladi deb qaraydiganligini rivoyat qildi. Bu ham Ata ibn Rabah va Laysi ibn Sa'idning ko'z qarashidir. Aisha radhiyallohu anha bir ayolning qishig'i kirib chiqmasi bo'lmaydigan xizmatchisiga o'xshash bir kishi bo'lsa, u ayolga uni emitib etishni buyurdi. Ularning oraliqida emildoshlik tushishi bilan u kishi uning balasidek bo'ladi. U kishini emitganda uning oldida ko'ksini ichib emitmay, sutni bir narsaga seg'ib bersa bo'ladi. Aisha buningga Abu Hudayfaning ozod gardisi Salimning hadisini pokit qildi. Payg'ambar alayhisalom Hudayfaning ayolini Salimni emitishga buyurgan. Salim bu chaqda cho'ng odam edi. Shu emitish bilan Salim Hudayfaning ayolining qishig'i kirib chiqa oladigan bo'lgan edi. Ammo Payg'ambar alayhisalomning boshqa ayollari Aishaning bu ko'z qarashiga qo'shilmaydi. Ular Salimning bu ishini shuningga xos ish deb qaraydi. Bu ham ko'plagan olimlarning qarashidir. Bola emitganning ajrini berish to'g'risida.
Atalar onalarni qoida bo'yicha yemek içmek ve kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Ata o'zining qudrati yetishicha bekmi isrof qilmasdan yoki bekmi bexillik qilmasdan bolalarning onalarining chiqimlarini qilib berishi va ularga kiyim-kechak ilib berishi lozim. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Boy odam ayolini va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizqi tar qilingan odam Allohning uningga berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Alloh insonni faqat toqati yetadigan ishlarga taklif qiladi. Ya'ni faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Alloh qiyinchilikdan keyin osonlikni berdi. Ya'ni faqirlikdan keyin boylikni berdi. Zahhak mundaq deydi: Bir kishi ayolining xetini balaliq bo'lib bo'lgandan keyin bergan bo'lsa va ayoli balani emitgan bo'lsa, u kishiga u ayolning normal chiqimini va kiyim-kechigini qilib berishi vojibdir. Ziyon yetkazmaslik to'g'risida. Otini balasi sababli ziyon tortqizmaslik. Ya'ni ana balani tarbiyalash jarayonida otiga ziyon yetsin deb balani uninga qaytarib berish orqali u otiga ziyon yetkazmasin. U ayol balani qaytarib bergandimi ko'pincha hollarda sut emmasa bo'lmaydigan muddatdan burun qaytarib bersa bo'lmaydi. Emidigan muddatdan keyin agar xolasa u ayol balani otisi qaytarib bersa bo'ladi. Agar balani otisi qaytarib bersa, uni tarbiyalash va uni beqish jarayonida qiyinchilik tortib qoladigan bo'lsa, ayolning balani qaytarib berishi durust emas. Erningmi ayol kishini qiynash uchun uningga balani tortib olishi durust emas. Uningdan balani tortib olishi durust emas. Onanimi balasi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Ya'ni ayolni qiynash uchun uningdan balani tortib olish, ayolga ziyon yetkazish durust emas. Bu so'z Mujohid, Qatada, Zahhak, Zuhri, Suddi, Ibn Zaid va boshqalardan rivoyat qilindi. Agar oti o'lib ketsa, uning varisi otiga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'lg'uchiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga elish kerak. Mujohid, Sha'bi va Zahhak qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Bolaning otasi o'lib ketgandan keyin otining mirosxo'ri onaning ota tarafidan qilib berishga tegishli bo'lgan barliq chiqimini ustiga elib, kiyim-kechak, yemek-ichmaklarni tayyorlab berishi va uning ziyon keltirmasligi lozimdir. Ibn Jarir bolani 2 yoshga kirib bo'lgandan keyin emitish uning badaniga yoki aqliga ziyon yetkazishi mumkin dedi. Bolani Ibn Jarir mundaq dedi: Bolani 2 yoshga kirib bo'lgandan keyin emitish uning badaniga yoki aqliga ziyon yetkazishi mumkin dedi. Sufyan Savri Alqamaning bir ayolining 2 yoshga kirib bo'lgandan keyinmi bolasini emitayotganligini ko'rib, uni emitmang deganligini rivoyat qildi. Bolani ayol ikkisi rozi bo'lishgandan keyin emitishdan ayirib etish to'g'risida. Agar ota-ona kengashib bolani 2 yil to'shmasligini ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Ya'ni ota-ona bolani 2 yoshdan burun emchekdan ayirib etishni bola uchun foydali deb qarasa va har ikki tarafning qo'shilishi bilan bolani emchekdan ayirib etsa, ularga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Agar ikkisi bir maslahatga kelmay, birisining ayirib etkisi kelib yoki birisi yana birisiga maslahat solmay, uningga besim ishlatib bolani ayiritishi durust emas.
Allah bendisiga rahim qilib, balını tarbiyalashni uning ota-onasining zimmasiga yukladi va ularga o'zlari va bolalar uchun foydali ishlarni bildirdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: agar ular sizlar uchun bolalaringlarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqoniy asosda o'zaro maslahatlashinglar. Agar fikrda kelishalmasanglar, uni, ya'ni bolani boshqa bir ayol emitsin. Ya'ni ota-ona ajrashib ketib, bola emitish ajrini elish sharti bilan onasida qolgan bo'lsa, keyincha bir tarafning o'zrisi tufaylidan onaga bolani emitgan muddatning ajri chiroyliqcha berilib, bolani qaytarib olishga har ikki taraf qo'shilib, bola boshqa bir ayolga emitish uchun berilgan bo'lsa, bolani qaytarib olish va qaytarib berish sababidan u ota-onaga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarning ahvolinglarning hammasida bilinglarki, Alloh sizlarning ahvolinglarni ko'rib turguchidir. Ya'ni uningga Alloh Taala sizlarning ahvolinglardan va sizlarning so'zinglardan kichikgina narsani maxfiy emas. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasi tafsirining 233-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyingi o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va oxiru da'wana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.